Salom, hurmatli do'stlar. Bugungi aytadigan mavzuyim, shaxsan o'zimda yaqin tanishlarim ham bu haqda ko'p so'rashadi. Hozirgi kunda juda ko'p iqtidorli yoshlarimiz ingliz tili va boshqa tillarni mukammal o'rgangan holda Osiyoning nufuzli universitetlarida, rivojlangan davlatlarda, shu jumladan Xitoy, Koreya, Yaponiya, Birlashgan Arab Amirliklari, ya'ni Dubay va boshqa joylarda o'qishyapti. Lekin shu ma'lum bir vaqt o'qigandan keyin ularda bir European experience deydi, Yevropa tajribasini ham orttirish, Yevropa universitetlarini ham ko'rish istagi paydo bo'ladi. Shu ma'noda so'rashadiki, shu Yevropa universitetlariga perevod qilsak qanday bo'ladi deb, shunga bir qisqacha javob bermoqchiman. O'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, Xitoyda bir nufuzli universitetini grant va stipendiya asosida tugatib, undan keyin Yevropani Polsha universitetlarini tugatib, hozirgi kunda Germaniyada bir tajriba o'qish, master qilayotgan ham student, ham tajribasi bor inson sifatida shuni aytmoqchimanki, perevod masalasi hattoki Yevropani ichida ham perevod qilish juda qiyin. Shuning uchun qisqacha qilib maslahat beradigan bo'lsam, siz agar bir tugatish bosqichida bo'lsangiz, ya'ni 1 yil yoki undan kam vaqt qolgan bo'lsa, o'sha o'zingizda Osiyodagi universitetingizda bir tamomlab, diplomingizni olib bu yerga kelsangiz yaxshi bo'ladi. Yo'q, agar 1 yil, 2 yil juda ko'p vaqtim bor, lekin Yevropaga qiziqishim katta, Yevropaga o'tishim kerak desangiz, sizda bir til sertifikatlari bo'lsa, IELTS deydi, IELTS is valid, ya'ni muddati tugamagan bo'lsa, bemalol boshqatdan topshirib universitetga qabul xati, ya'ni admission letter olib qaytadan kirishingizga to'g'ri keladi. Bu Osiyoda o'qiganlarim nima bo'ladi desangiz, u yerdan albatta o'qiganingiz haqida ma'lumotnoma olasiz, to'plagan kreditlaringiz yoki baholaringizni qog'ozini olasiz va bu yerda kelganingizdan keyin bular albatta hisobga oladi. Ayrim fanlarni o'qigan bo'lsangiz, bir-biriga to'g'ri keladigan bo'lsa, mutanosib bo'lsa, bu yerda qaytadan imtihon topshirmaysiz, o'shani kredit transfer deydi. Kreditingizni ko'chirib, bu yerda o'sha o'qigan bilimlaringizni hisobga olishadi. Lekin to'g'ridan to'g'ri perevod qilish juda ham qiyin va amalda ilojsiz. Shuning uchun yoshlarga tavsiyam, o'sha yerda bitirib oling, yoki vaqtingiz ko'p bo'lsa, o'zingizni fikringizni o'zgartirib Yevropada o'qiyman deb qaror qilgan bo'lsangiz, unda boshidan topshirib, o'sha IELTS yo boshqa TOEFL bo'ladimi, hozir juda ko'p ingliz tili imtihonlari, Duolingo va boshqa bu yerdagi Germaniya bo'ladimi, Polsha bo'ladimi, qaysi universitet, Latviya, Litva, juda ko'p, Portugaliya, Yevropada 28 dan ortiq davlatlar mavjud va ularning nufuzli universitetlariga kirib, yana qaytadan master yoki bakalavr, bachelor darajangizni davom ettirishingiz, boshlashingiz mumkin.